doim beriladigan savol, nima uchun ginekolog bo'lmagansiz deydi-da. Misol uchun siz mana qiziqasiz yoki sizda ginekologiyaga nahot bir qiziqish bo'lmaganda, qiziqish bo'lgan, bitta devor bo'lganda, asosiy ginekolog bo'lmasligining bitta sababi mana ikkita barmoq pand bergan kalta. Uzunroq bo'lganda, mumkin edi. Lekin o'shanda hech o'ylab ko'rmaganman, nimaga proktolog bo'lishim mumkin emas degan savol bo'lganda. Siz hech e'tibor berganmisiz? Boshqa mana meditsina yo'nalishlari ichida imенно barmoqlarda ahamiyati katta bo'lgan yo'nalish bor. Bor. Qaysi yo'nalishda? Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun proktologlar. To'g'ri, proktologiya ham bu sohaning ichiga kiradi, lekin общий sferada aytganda barmoq bilan ishlaydiganlar. Misol uchun barmoq nozikroq bo'lish bo'lganlar bu stomatologlar. Nozikroq bo'lish kerak, чтобы jag'i kichkinaroq borib plomba qilish kerak. Yuvelirni ish bilan ishlaydiganlar, misol uchun plastik xirurglar qo'li nozikroq bo'lishi kerak. O'shalarda общий nomi xirurglar deyiladi-da. Masalan, kardiolog emas, terapevt emas, tushundingizmi? Именно xirurglar, ya'ni jarrohlar deylik. Xuddi shunday. Barmoq ahamiyatga ega. Mana barmoq masalan, asosan 5 ta barmoq bo'ladigan bo'lsa, xirurglarda ishlaydigan, 2 ta qo'lda 10 ta barmoq bilan ishlaydigan bo'lsa, xirurgiyani bir torroq mutaxassisligi bu proktologiya. Tushunyapsizmi? Masalan, xirurgiya juda katta bo'lsa, deylik, tarakalniy, abdominalniy, tamsasovniy xirurgiya ketdi. Shuni bir eng torroq qismi koloproktologiya, ya'ni proktologiya. Boya o'xshatib chiqmoqchiman-da, xirurgiyadan so'ng 10 ta barmoq bo'ladigan bo'lsa, proktologiya eng kichkina qismi. Eng kichkinasi bitta barmoqda. Yana bitta tan olish kerak va ochiqcha aytish kerak. Hatto ginekologiyada ham 2 barmoq ketadigan joyda proktologlarimiz haqiqatan yuvelirni ish bo'ladi, bitta barmoq bilan ketadigan joyda ishlaydi. Ya'ni ishlash maydon juda tor joyda ishlash kerak. O'zim xalq tilida gapirib, agar tor joyda tomosha ko'rsatish qiyin bo'ladi. Shunga o'xshashroqda. O'zi masalan meditsinada bor, endi o'ziz ham xabaringiz bor, psixiatriyada, psixologiyada tor joydan qo'rqish fobiyasi bor-ku. Hozir ilmiy istiloh esimdan chiqdi. Lekin imенно proktologlarda maydon juda torda, ob'yom juda kichkina. Tan olish kerak uni. Juda ob'yom kichkina. Lekin o'shanaqa kichkina ob'yomda ham juda katta operatsiyalar qilinadi-da. Masalan, bizda kuzatib turgan boshqa mutaxassislar bo'lishi mumkin. Masalan, aytishlari mumkin, quloqning ichi ham tor-ku, burunning ichi ham tor-ku deyishingiz mumkin. Har holda quloqda yoki burunda qilinadigan operatsiyalar miqdori proktologiyada qilinadigan operatsiyalar miqdorichalik emas-da. Tushundingizmi? Juda ko'p. Bizda masalan, imенно oxirgi ichakning oxirgi qismi to'g'ri ichakda 20 dan ortiq kasalligi bor. 20 dan ortiq kasallikka 50 dan ortiq operatsiya turlari bor. Agar koloproktologni olsangiz 200 dan ortiq kasallik bilan reanimatsiya qiladi. Tor joyda. Tor joyda. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, kimlardir, misol uchun biz Boburjon Toshif Abdullayevich bilan avvaldan biladiganlar bor, biz kuzatuvchilarimiz orasida. Misol uchun men endokrinologiyani tugatganman, andrologiyaga perkvalifikatsiya, andrologiya gormonal narusheniya, erkaklardagi gormonal narusheniya bo'yicha ishlayotgan bo'lsam, Boburjon Toshif Abdullayevich bu kishi proktolog, qo'li gul hunarmand desa ham bo'ladi. Hatto klonlardan bunaqa yuvelir narsa chiqmasligi mumkin, lekin biz praktikada birga ishlaganmiz. Ko'p narsa yemaganmiz, lekin ko'p narsa yeganlarda orqasini tozalaganmiz, majbur bo'lganmiz. Endi kasb nuqtai nazaridan o'sha proktologik operatsiyalarni qilganmiz va bu kishi bilan bugun podkastimiz rejalashtirgandik. Men kecha qo'yganman istoriyaga, kuni kecha qo'ygandim. Va sizga bir qancha meni muxlislarim va kuzatuvchilarim tomonidan savollar yig'ilib kelingan. Tushunarli. Men ham auditoriyangiz bilan salomlasha olsam. O'zingiz auditoriyangiz bilan qo'shing. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun hamkasbimiz, o'rtog'imiz, do'stimizni podkastiga taklif qilindim. O'zim shaxsan kutilmagan qaror bo'ldi. Bu podkastga qanaqadir ma'noda tayyorlanishga vaqt bo'lmadi. Podkast davomida keladigan har xil savollarga o'sha jonli ravishda o'ylamasdan, tayyorlanmasdan javob berishga demak harakat qilamiz. Men o'ylaymanki, bugungi podkastimiz hamma uchun foydali bo'ladi. Imенно auditoriyamiz uchun menimcha ko'proq savollarga javob topishadi. Bugun proktolog kim, u qanaqa ish bilan shug'ullanadi, uni sohasi nima, qanaqa kasalliklarni davolaydi, qaysi kasalliklarni qanaqa usulda davolaydi. Ayniqsa misol uchun hozirgida juda ko'p aralashib ketib qoldi. Masalan, proktologik kasalliklarni boshqa mutaxassislar davolayib yuribdi. Mana shunaqa narsalarga bugun umumiy tushunchalar, umumiy savollarga javoblar topishga menimcha harakat qilamiz. Men o'ylayman, hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Shunday, hammaga manfaatli bo'ladi. Rahmat taklif uchun. Marhamat, eshitaman sizni. Nima auditoriyangizdan qanaqa savollar, nima qanaqadir intereslar, qiziqishlar bo'lgan bo'lsa, imkon qadar harakat qilamiz javob berishga. Men auditoriya tarafdan bir qancha savollar bor, shularning eng qiziqlarini berib o'taman. Birinchisi, misol uchun proktolog o'zi nima vazifa bajaradi? Qanday mutaxassis? Xo'p, proktolog bu
juda tor doiradagi mutaxassis hisoblanadi. Bu umumiy xirurgiyani ichidan ajralib chiqqan, ya'ni ruscha aytganda узкий specialist. Xirurgiya bu общий bo'ladi. Mana bu yerda o'zingiz bilasiz, juda tarmoqlari ko'p xirurgiyani. Shuni bir qismi qorin bo'shlig'i, ya'ni abdominal xirurgiyani ham yanada chuqurroq, ya'ni yanada o'skiyroq, yanada torroq mutaxassisligi bu koloproktologiya. Yevropada, Rossiyada, Amerikada koloproktolog deb ataladi mutaxassis. Bizning regionlarda, mana u Srednye Aziya bizning tomonlarda proktolog deyiladi. O'zi aslida bitta tushuncha. Demak, umumiy olganda proktologga koloproktolog nima ish qiladi degan savol beryapsiz. Proktologga koloproktolog bu yo'g'on ichak va yo'g'on ichakning oxirgi qismi bo'lgan to'g'ri ichakda kasalliklarning diagnostikasi va uni davolash bilan shug'ullanadigan mutaxassis. Oddiy hammaga ayon bo'ladigan, eng ko'p biladigan kasalliklardan biri masalan gemoroy yoki treshina haqida gapirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir poliplar, oqma yaralar, parapraktitlar, kriptitlar. Bu yoqqa ketdi 20 dan ortiq kasallik bor. Uni haftasi haqida balki ko'rsatuv davomida gaplashib boramiz. Mana shu mutaxassis demak koloproktolog yoki proktolog deyiladi. Eng ko'p beriladigan savol uy sharoitida nima qila olaman? Eng ko'p, men juda ko'p, misol uchun kecha istoriya qo'ygan bo'lsam, auditoriyamdagilardan, ya'ni meni kuzatuvchilardan eng ko'p tushgan savol uy sharoitida nima qilishni tavsiya qila oladi proktolog. Aynan davolash uchun maqsadidami? Masalan, gemoroy kasalligidan qutulish uchun uy sharoitida nima qila olaman degan Gemoroyga bor, yo'q, bu yerda gemoroy, treshina, umuman proktologik kasalliklar uchun har qandayga uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Yaxshi savol. Proktologik kasalliklarni har qanaqa turi uchun uy sharoitida albatta birinchi navbatda o'z profilaktika. Profilaktika, ya'ni shu kasalliklarga chalinmaslik uchun umumiy profilaktika bor. Xususiy profilaktika bor, umumiy profilaktika. Umumiy profilaktika bu bemorda imkon qadar proktologik kasalliklarning kelib chiqishi asosiy sabab nima? Asosiy sabab bemorda ko'p o'tirish. Ko'p o'tirib qolish. Masalan, ofisni ishlaydigan xodimlar bor. Yoki taksistlar bor. Kun davomida o'tirib ishlaydi. Yoki bo'lmasa, qanaqadir sport bilan shug'ullanadigan, sportning og'ir turlari bilan shug'ullanadigan demak patsientlar, bemorlar bor. Yoki bo'lmasa surunkali ravishda ichi qotib yuradigan bemorlar bor. Hojatga boradi, soatlab daji. Bo'lmasa 20 minut, yarim soatlab. Ya'ni hozir telefon degan balo chiqdi, telefon bilan bo'ldi. O'sha yerda yarim soat, 1 soat qancha qolib ketganini ham daji bilmaydi. O'shanaqa darajada o'tirib qoladigan bemorlar, ya'ni ichi qotadigan bemorlar, mana shunaqa kontingentga kiradigan bemorlar uchun eng yaxshi uy sharoitida profilaktika mana shu aytilgan sabablarga qarshi harakat qilish. Deylik, ko'p o'tirib ishlayotgan bo'lsangiz, kamroq o'tiring. Og'ir yuk bilan nagruska bilan ishlayotgan bo'lsangiz, nagruskani kamaytiring. Ichingiz qotayotgan bo'lsa, yo mutaxassisga boring, yoki bo'lmasa diyetaga amal qiling. Ya'ni ich yumshatuvchi, ichning yaxshi kelishini ta'minlaydigan diyeta turlari bor. Bu internetga to'lib bor. Hozirgi kunda juda ommalashdi. Masalan, har xil vrachlar chiqib, qanaqaga, misol uchun chiyaga nimadir qatiq aralashtirib nima qilsa, yo, hamma kulmoqchi emasman. Rostdan effekti bor, masalan. Hamma yo'q. Men unga rostdan slavetin ta'sir qiladi. Balki shunaqa demoqchi bo'lgan umumiy olganda diyetani yo'lga qo'yishga, diyeta turlari haqida internetda juda ma'lumotlar qilyapti. Mana bu umumiy profilaktika. Endi agar xususiy qiladigan bo'lsak, o'sha sharoitda qilish mumkin-ku. Masalan, bemor har kuni ertalab turganda masalan bir stakan iliq suv ichish, och qoringa. Ovqat ratsionida obedga, kechda обязательно ovqat bilan birga kletchatka mahsulotlari, kletchatga boy mahsulotlarni qo'shib yeyish. Kletchatga boy umuman kletchatga boy mahsulotlar bilan o'simlikdan olingan mahsulotlar. Bu yerda bo'lishi mumkin. Siz men tushunaman. Bobur Abdullayevich bilan to'g'ri tushuntirib o'tishimiz kerakki, men tushunaman kletchatkani va tibbiyotga aloqador bo'lgan odamlar tushunadi. Lekin xalq uchun kletchatka nima? Kletchatka bu shunaqa moddaki, o'simlik tarkibida uchraydigan modda hisoblanadi. Bu kletchatka moddasi asosan o'simliklardan olinadigan modda. O'simliklarga boy bo'ladi aniqrog'i. Kletchatka moddasi har qanday o'simlik tarkibida bo'lishi mumkin. Bodring. Masalan, bodring, pomidor, karam, lavlagi, nima xayolingizga kelyapti o'simlik turlari? Hamma o'simlik tarkibida kletchatka bor. Salatlar bitta qilib aytganda. Qisqa salatlar, mevalar kamida, mevalardan olingan soklar bemalol ovqat ratsionida qo'shib yeyish mumkin. Chunki bu kletchatka axlat bilan birga kelayotganda axlatni shakllantirib beradi, formirovka qilib beradi. Sog'lom axlat bu kashaobrazniy, kashasimon axlat. Quyuq kashasimon axlat bu organizmga eng muqobil deyishingiz mumkin. Optimal deyish mumkin. Demak, biz bir so'z bilan ayta olamiz, umumiy fikr bilan aytganda, uy sharoitida faqat yeyish to'g'irlasak, bu proktologik kasalliklarga profilaktika bo'ladi. Profilaktikda chora-tadbir hisoblanadi. Yana hozir berib o'tgan ta'rifingizdan bitta aniq bir chetda ключевой moment ushlab olaylik-da. Aytaylik, soatlab yoki uzoq vaqt, soatlab emas, keling, jumlani to'g'ri ishlatamiz. Uzoq vaqt hojatxonada telefon o'ynab o'tirish gemoroy chaqiradi. Правильно?
Bu fakt. Faktor. Bu uchun faktmi, faktormi? bu faktor i fakt ham shunaqa. Fakt ham shunaqa. Da. Jins ahamiyatlimi yo'qmi? Erkak, ayol. Yo'q, bundan ahamiyati yo'q. Gemoroid jinsi bormi? Gemoroid jinsi bu haqda hali sal keyinroq o'tamiz. Bu umumiy juda ko'p qiziqtirgan savol. Shu joyda hozir qiziq narsani aytib ketdingiz-da. Bemorlarimizda hojatxonada ko'p o'tirib qolish gemoroid chaqiradimi yoki chaqirmaydimi degan bir savol ko'pchilik qiynaydi-da. Bu bo'layotganda bu fakt ham, bu faktor ham-da. Sababki oddiy tushuntiraman. Masalan, inson tanasi tikka turganda, umumiy deylik, masalan, men 90 kilo bo'lsam, meni umumiy yuklamam qayerga tushadi? Tovon suyaklar, oyoqning kaf qismlariga tushadi. O'sha suyaklar meni ko'taradi, butun organizmni yuklamasini. Shuning uchun tovon suyaklari juda baquvvat, mustahkam. Mabodo tovoningiz yoriladigan yoki tovon suyaklar sinish bo'lsa, uni bitishi ham juda qiyin bo'ladi. Chunki g'ovak suyaklar juda anaqa bitish qiyin. Lekin inson o'tirganda asosiy yuklama qayerga tushadi deb o'ylaysiz? Masalan, biz o'tiribmiz. Asosiy belimdan pastga deylik 40 kilo bo'ladigan bo'lsa, qayerga tushyapti asosiy yuklama? Albatta bu orqa, ya'ni zadniy proxodga tushyapti. U yerda nima joylashgan? U yerda to'g'ri ichak joylashgan. Mana tualetda soatlab, mayli, soatlab demaylik, ko'p uzoq muddat o'tirib qolishning oqibati. Ya'ni uzoq muddat ustingizga 45 kilo yukni bosib qo'ysa qanaqa o'tirasiz siz? Qo'pol qilib aytganda, luboy organizm charchaydi. Endi bo'lib ham orqadagi bu mushak qavati, ichakning mushak qavatlari, unda joylashgan gemoroidal organlar, bu hammasi kuchli bosim ta'sirida kengayib ketib qoladi. O'shaning uchun gemoroid kasalligi yana bitta nomi bu o'tirib ishlaydiganlar kasalligi-da, bunday olganda. Ikkinchi nomi ham shunaqa hisoblanadi. Chunki uzoq yillar o'tirib ishlaydigan luboy bemor bilan yoki patsient bilan gaplashsangiz, gemoroid borligini 99% aytish mumkin. Chunki ularda o'tirib ishlaydigan kasalliklar bir hisoblanadi. Demak, biz ham bir hisobda ko'p ba'zi o'tirib konsultatsiya qilib qolgan paytimizda biz ham o'sha faktor chaqiruvchi albatta soha egasimiz. Albatta. Endi bizda ham shu soha bor. Har holda nima tavsiya berasiz deyingiz mumkin. Masalan, ko'p o'tirib ishlaydigan kasbini o'zgartirib bo'lmaydi. Endi to'g'ri o'tirib ishlayapti. Marhamat, siz kun davomida o'tirib ishlayvering, sizga hech kim narsa deyotgani yo'q. Lekin uzog'i bilan yarim soat, 40 minut o'tiring va 5 daqiqa turing. Mayli suv ichishga boring, mayli qanaqadir hojatga boring, kimdir toza havoga chiqadi. Har holda o'sha 5 daqiqa yurib, ozgina qon aylanishni yaxshilab, organizmda dimlanib qolgan venozniy qonni boshqa qaytarib, o'rniga yangi qon olib keltirib, o'sha narsani ta'minlab bera olsa, gemoroidga chalinish ehtimolligi ancha pasayib boraveradi. Tushundingizmi? Bu ham bir profilaktika. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman, endi balki eshitgandirsiz. Sog'lom odam belgilari bor-da, Kamolxon. Masalan, siz o'zi sog'lom deb hisoblash uchun o'zining faktorlari bor. Men o'zim kasbim nuqtai nazaridan, men o'zimni dunyoqarashim va kasbim nuqtai nazaridan menda bitta faktor. Masalan, siz endokrinolog, urolog, androlog sifatida sog'lom odam deb kimni nazarda tutasiz? Sog'lom odam deb o'zini ko'kragiga qaraydi va nazarini to'g'ri pastgacha olib boradi. Ko'zi yetgan joyda kindigidan tagigacha terini to'liq ko'ra olsa, hech qanaqangi burmalarsiz sog'lom odam deb hisoblayman. Men o'zim lishni fikrim mana shu. Ko'ra olmaslikka sabab nima bo'lishi mumkin? Semizlik. Semizlik. Ha, demak, semiz odam siz kasal hisoblaysiz. Meni faktorim, men dunyoqarashim bo'yicha shunday. Ko'zi bilan to'g'ri qaray oldimi, terisini to'liq ko'ra oldimi, reviziya qila oldimi, o'sha odam sog'lom odam. Sizning mutaxassisligingiz bo'yicha qaysi odam sog'lom odam? Men aytaman, siz vizga oxir paytlar o'zishga harakat qilmayotgan ekansiz-da o'zi. 2022-yilgacha siz kasallar toifasida yurgan ekansiz, aytcha. Xuddi shunday. Mana shu hozirgi kvalifikatsiyani olib olmagunimcha yo'q. Men ham semizlik menda ham bor. Ko'rsatuvlaringizni ko'p ko'rib turaman. Endi reyslaringizda, patsientlar bilan olib borayotgan suhbatlaringizda ko'raman. O'shanda semizlik haqida juda qattiq gaplar gapirasiz-da. Semizlik kasallik, semizlik insonni boyagida qaysidir gormonlarni narxunasi olib keladi deb ko'p aytasiz-da. Aslida shunaqaligi to'g'ri, lekin shu gapni gapirayotganga agar o'zi semiz bo'lib, qorningiz chiqib, bu yoqda yo'l bosayotgan bo'lsa, kasal ham aytadi, doktor avval o'zingiz to'g'rilang, gapingiz rost bo'lsa. Menga mumkin deyman-da. Ana unga o'xshab ketdi. Tibbiyot akademiyasida o'qirgan paytimiz Shavkat Yurgayevich Karimov aytardi-da. Palataga kiradi vrach, kasallik o'rniga kiradi, o'zi hansirab 4-darajadan chiqqan. Siz sog'lom hayotga erishishingiz uchun o'sishingiz kerak deydi. O'zim deydi, qorim amincha deydi. Shunga o'xshab kasal vrachga qarab o'rnak oladi. Bizda sohada, meni sohamda sog'lom odam deb kimni aytiladi? Sog'lom odam deb har kuni ertalab turib, bir mahal hojatga kirib, katta hojat qilib, defekatsiya deymiz yoki ilmiy tilda. Defekatsiya qilgan inson kuniga bir mahal kirib, bu sog'lom odam hisoblanadi. Demak, buni organizmda hamma sistema ishlayapti. Normal ishlayapti. Normal ishlayapti. Ichaklar normal. Ko'p narsa ichakni
ishlashga bog'liqda Komilxon. Mana o'zingizdan bilasiz, masalan, juda ko'p kasalliklar, men sohalarga kirib o'tirmayman. Oshqozon ichak trakti bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina kasalliklar boshqa kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agar oshqozon ichak trakti yaxshilayotgan bo'lsa, ko'pgina kasalliklarni yopib yuboradi-da, tushunyapsiz? Shuning uchun ham aytish mumkin, ichi normal kelib turgan odam bu sog'lom odam. Bu ham bir necha martadan ko'p ketsa, ich kelsa kun davomida bu kasallik hisoblanadi. Xo'p, juda o'rinli savol berdingiz. Qarang. Bemorlar o'ylaydi, faqat ich qotish xavfliroq deb o'ylashadi-da. Shaxsan men mutaxassis aytishim mumkin, ich qotishdan ko'ra ich ketish xavfliroq. Ich ketish xavfliroq. O'shaning uchun masalan biz operatsiyalardan keyin, masalan, ayniqsa gemor operatsiya, trishina operatsiyalari yoki qaysi anorektalniy zonada qilingan operatsiyalarda bemorlarimizga tushuntiramizki, iching qotib qolsa qolsin. Endi avvalo iching qotmasin, harakatga hech qotmasligi, miyaki stul bo'lib turgani yaxshi. Lekin mabodo iching qotib tanlov bo'ladigan bo'lsa, deylik, iching qotib qolsin, lekin ich ketib qolmasin. Sabab ich ketib qolish ich qotib qolishdan xavfliroq. Chunki ich ketib qolishda ko'p faktorlar bor. Men endi oddiy mexanizm bilan tushuntiraman. Masalan, hozir bilasiz, texnika rivojlanib ketdi. Endi xalq tilida, sodda tilda tushuntiraman. Bolgarka bilan temir kesiladi, g'izizlar temir kesiladi. Hozir современный metodlar bilan suv bilan kesish metodi bor. Hozir bilsangiz, juda katta bosim bilan suv haydab beradi. O'sha suv bilan kesiladi. U bolgarka bilan temir o'sha lazer bilan kesgandan ko'ra точно kesadi. Aniq o'rinda kesadiki, materialni chiroyli sifatda kesib beradi. Demak, suv o'zi kesuvchan narsa-da. Juda bosim bilan bergan. Xuddi shunaqa bosim ichakda agar bemorda panos bo'layotgan bo'lsa, diareya bo'layotgan bo'lsa, juda katta bosim bilan suv haydaladi tashqariga. O'rtacha aytiladi, 1 sekundda 25-30 metr bosim bilan ketadi suv. Bu katta bosimda u shilliq qavatni, u nozik narsa, uni shilib oladi, tilib oladi, yirtib oladi. Tushunyapsizmi? Bu birinchi paytda 1 sekundda 30 tezlikda otiladi, shuncha katta bosim bilan otiladi suv. Tushunarli. Ketgan paytda. Ketmagan. Yo'q. Tasavvur qilib ulgurgan bolasi borishga. Mana bu faktor, birinchisi. Ikkinchi faktor, endi ich ketganda baribir organizmdan mikroelementlar, jamiki so'rilmay qolgan mahsulotlar energiya o'zi bilan olib chiqib ketadi, bemorning umumiy holsizlik, umumiy gipovolemiyaga tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar ich ketib qolmaganligi tavsiya qilinadi-da. Shavkat Karimov deganingizdek, domlani biz eshitganmizda. Domla o'sha biz o'qib yurgan paytlarimizda aytishardi, shogirdlar, endi biz ustozlarimiz aytishardi. Kabinetda o'tirar ekanda bir kishi kirib kelsa, semiz bo'lsa, bunda qarab, siz avval ozib keyin siz bilan ishlayman der ekan. No, prinsipialni bo'lganda, to'g'ri, domla juda qattiq qaragan. Akademik darajasidagi odam. Albatta, endi biz qachonki bu narsa o'sha paytda tushunmaganmiz. Endi kasal bo'lsa, qasamni ichgan bo'lsa, Gipokrat qasamni ichgan bo'lsa, bor shunaqada. Professor emas, yana professorlar, ustoz, akademik bo'lib turib, kelgan kasalga siz borib ozib keling, keyin siz bilan ishlayman deyish, bu qaysi aqlga to'g'ri keladi? Endi o'ylab ko'ryapmiz, bu haqiqatda to'g'ri ekan. Aka, mana o'zingizdan bilasiz, Yevropada, Amerikada semizlik kasallik sifatida MKB bo'yicha qabul qilingan, kod berilgan. MKB degani Международный klassifikatsiya bolezn. Ya'ni o'zbekcha aytganda butun dunyo kasalliklar klassifikatsiyasi. MKB bo'yicha kasallik sifatida qayd qilingan. Metabolik sindrom. Albatta. Biz shug'ullanamiz. Biz shug'ullanamiz. Keyin boya bir qiziq savol berib o'tdingiz. Juda ko'p aholimizda, endi menga ham juda ko'p so'rashadi, ayniqsa o'zimizda videolarimiz ostida keladi yoki kasallar kelib qoladi. Kasallarning operatsiya qildirmasligi, operatsiyadan qo'rqishiga asosiy sabablardan ham biri menda urg'ochisi bor ekan, ya'ni ayoli bor ekan. Gemoroy erkak. Menda erkagi bor ekan. Men hayron qolaman, qanaqa bilar ekan, qanaqadir faktorlar bor ekan deyman-da. Ayol erkakni bilish uchun nima? Yo'q, ayol erkak bilishcha o'zigacha belgilar bo'lish kerak, lekin gemoroyda qanaqa bo'lishini tasavvur qila olmayman. Tasavvur qilasizmi? Lekin xalq orasida shunaqa gap bor. Menda urg'ochi menda. Qayerdan bildingiz? O'zlari ham to'g'ri javob bera olmaydi. Menimcha hayollarga kelib o'zlariga yoqasin. Lekin har bir gapning tagida asos degan narsa bor-da. Ular nima asos borki, mana shu aynan bugun masalan bir kishi gemoroy operatsiya qildirdi, ma'lum bir vaqtdan keyin qaytalangandirki, u urg'ochisi bo'lganda. Erkagida chopadi, bu erkak davom etadi. Erkak qaytmaydi. Ayol ko'payuvchi. O'zi uchun. Qarang, nima faktor bor? Bu gapni ham chiqib kelishi o'zi tagida aslida zamir bor, sabab bor. Nima ma'no bor? Deylik, bir bemor keldi. Proktologga yoki koloproktologga, yoki xirurgga, masalan, gemoroy bilan. Ko'rik vaqtida aniqlandi gemoroy bor. Deylik, 3-daraja aralash turdagi gemoroy.
vrach taklif qilyapti, sizda operatsiya qilishimiz kerak, ya'ni gemoroektomiya amaliyotini o'tkazishimiz, ya'ni gemoro tugunlarni olib tashlashimiz kerak. Xo'p dedi, bemor rozi bo'ldi. Operatsiya vaqti xirurg ishlayotgan vaqti bu yerda ozgina anatomiyani tushunib ketish kerak. To'g'richakning oxirgi qismida gemoroid tugunlarida gemoroidni hosil qiladigan asosiy 3 ta vena tomiri bor. Bizda tilda aytganda siferblat bo'yicha soat strelkasi bo'yicha 3, 7, 11 da joylashgan bu. Soat dumaloq tasavvur qilsangiz, 3, 7, 11 da asosiy keladigan katta o'zan bor, tushuntirib beraman. Bemor operatsiya vaqtida bemorni operatsiya qilayotgan xirurg bundoq qaradi. Deylik 3-tugun kattalashgan, tashqariga chiqib kelgan tugun. 7-tugun nisbatan katta, 1-2 darajada turibdi. 11-tugunda hech narsa yo'q, masalan. Xirurg operatsiya qildi, 3-tugunni olib tashladi, bog'ladi, eng kattasini. Masalan, soat 3-7 da joylashgan tugunni ham oldi, deylik. Lekin 11-tugunda hech narsa yo'q. Hali yerda gemoroid rivojlanmagan, sog'lom to'qima turibdi. Bo'ldi, shu bilan operatsiya tugadi. Bemor uyiga javob berildi. Oradan qanchadir moment, eng kam miqdorda masalan 1 yil, 2 yil yoki 3 yil yoki 5 yil yoki kimdir 10 yil deydi. 10 yil yoki shu vaqt oralida bemor yaxshi bo'lib ketdi, lekin doimiy ravishda ichi qotib yurdi. Boyatgandek doimiy ravishda o'tirib ishlayapti yoki og'ir mehnat bilan shug'ullanyapti. Yoki tug'ruq holatini o'tkardi masalan ayollar, homiladorlik, tabiiy fiziologik jarayonda ham gemoroid rivojlanib qoladi. O'shanaqa vaziyatlarda bir paytlar xirurg teginmagan 11-tugun bor-ku, u payt yo'q edi, u payt u tugun. O'sha tugundan gemoroid rivojlanishi mumkin. Tushundingiz-a? Boshqa olib tashlagan tugunlar bo'ldi, u qaytib o'smaydi. Chunki yo'q narsa o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Lekin 11-teginmagan tugun u o'zidan gemoroid tugunni shakllantirishi mumkin. O'shandan keyin bemor aytadi, "O, menda urg'ochi bo'lgan ekan. Men olib tashladim, operatsiya qildirdim, yana u qaytib o'sib chiqdi." Unda tushunmayapti-ku, bu yerda alohida tugunlar bor. Senga hamma tugun olinmagan, qaysi tugun qolgan, o'sha tugundan bemorda keyinchalik gemoroid tugun rivojlandi degan fikr paydo bo'ladi. Bu odamlarning fikrida urg'ochi erkak degan so'zni paydo qilib qo'ygan. Aslida bunaqa gap, bunaqa so'z meditsinada umuman yo'q. Gemoroid bo'ladi, ichki tashqi aralash, gemoroid bo'ladi, ichkining formasi 4 xil darajada, gemoroid bo'ladi qisilgan yoki qisilmagan, zapushkin yoki tushib qolgan tugunlar. Turlari endi har xil. O'shaning uchun bu yerda imminni urg'ochi erkak, ayol erkak degan so'z уже ortiqcha bu narsa. Yana bitta top 3 talikka kirgan savol, top bir kishi emas, bir necha odam tarafidan berilgan savol. Tashqarida gemoroyim yo'q, ichagim tushib qolyapti, kichkina bo'lib, keyin hojatdan keyin qo'lim bilan kirgizib yuborishga majburman. Bu nima? Bu gemoroymi yo gemoroy emasmi? Mana shu savol. Operatsiyasiz davolasa bo'ladimi degan shu savolga kameraga qarab javob bermoqchiman. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bir narsani tushuning. Meditsina shunaqa sohaki, meditsina asrlar davomida rivojlanib keldi. Boshida tabiblar bor edi, boshida ko'hillar bor edi, tabiblar bor edi, keyinchalik meditsina rivojlandi. Mana bugungi kunga yetib kelib zamonaviy meditsina. Zamonaviy meditsinaning ham eng nima deydi, oxirgi cho'qqisi доказательный meditsina. Isbotlangan tibbiyot уже kirib keldi-da. Men bir narsani aytib o'tmoqchiman-da. Ko'pchilikka shu gapni aytsam qanaqadir og'ir oladi, Kamolxon. Vrach odam pol ochadigan odam emas. Tushunyapsizmi? Siz uzoqdan turib olib, doktor, menda kichkina tuguncha bor, kirib chiqib turibdi, nima bo'lishi mumkin? Gemoroidmikan degan savol bersangiz, men ham sizga o'xshab, ha, bu 99% gemoroidga tortyapti o'zi gapingiz. Lekin men sizga gemoroid deb ayta olmayman. Tushunyapsizmi? Ayta olmayman, chunki meni bir og'iz vrach sifatida gemoroid degan gapim sizni keyingi qadam qo'yishingizga sabab bo'ladi. Ya'ni vrach gemoroid dedi, ha, aptekaga boraman, gemoroidga qarshi dorilar olaman, foydalanaman, ketdi, bu yoq protsess ulanib ketdi. Xudo ko'rmasin, o'sha kichkinacha tugun balki sizda qanaqadir rak kasalligini bir o'sib chiqqan qismidir. Mumkin. Bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Balki mayli rakka o'tmaylik. Balki sizda treshina bor yoki sizda ichki tomonda polip rivojlangan, polip o'sib chiqayotgandir. Har xil holatda. Siz ishlatib gemoroidga olib ishlatadigan svicha, mazlar tarkibida agar gormonlar, vitaminlar, boshqalar bo'ladigan bo'lsa, men sizga gemoroid deb aytib qo'ygan bo'lsam, siz borib uni qo'ydingiz. Jarayon og'irlashib ketib qolsa-chi. Tushunyapsizmi? Arzimagan narsa bo'lishi mumkin. Siz mana kasallar yoki o'sha bizga yozayotganlar aytadi, vrach qizg'ondi, vrach qo'pol bo'lsa ham pulini to'lamagan uchun gapirmayapti degan fikrga boradi-da. Bunaqa fikrdan uzoq bo'linglar o'rtoqlar. Bunaqa fikr mazga ha yoki yo'q deyish bu shunchalik oson tildan chiqib ketadigan gap, lekin uni orqasida turgan mas'uliyatchi. Sizga ertaga buni orqasidan keladigan aslajinachi, sizda bo'lmasligi mumkin. Lekin 100 ta odam ichidan bitta odamda shu holat bo'lib qolsa-chi.
rak bo'lib qolsa-chi, masalan, eng yomonidan gapirmoqchiman-da endi. Eng yomoni rak. Eng oddiyini olganda agar rak bo'lmagan taqdirda ham gemoroy emas, treshina bo'lsa, gemoroy uchun olgan lichinangiz 1 tiyinga qimmat-da. Deylik o'sha joyga qo'pol qilib ayting, 600-700 ming xarajat suvga oqiraverdi degan narsa. Tushunsa, men eng oddiyini gapirmoqchiman. Eng yomon inson hayotiga xavf solib qo'yishi ham mumkin-da. O'shaning uchun o'rtoqlar, yana aytaman, bo'lgan gapga qaytmoqchiman. Vrach, bo'lgan proktolog, masalan, o'zim men polochni bilmayman. Men bilmayman, uzoqdan turib poloch olmayman, o'rtoqlar. Kelishingiz kerak. Kelmasangiz ham o'zingiz tomonidan bor proktolog oldiga boring, erinmasdan boring, xirurg oldiga boring, proktolog oldiga boring, ko'rsating. Nima edi u tuguncha? Nega o'zimiz qonashni boshladi? Biron joydan qon ketgan odam trevoga bo'lish kerak, insonda qon ketishni boshladi. Chunki qon u cheklangan narsa, u o'rtacha 70 kg odamda 5 litr qon bor. Havoda hosil bo'lib kompensatsiyadan qo'yiladigan narsa emas. Qon ketishni boshladimi? Og'riq bo'lish boshladimi? Sal sog'liqqa e'tiborli bo'laylik. Balki sizda yomon narsa rivojlanib o'tgandir. Keling, yengilni emas, og'irni emas, o'rtachasini hisobga olamizda gemoroy deb hisoblaymiz. O'sha ichki, tashqariga chiqib qo'l bilan kirgizib yuboriladigan gemoroyni uy sharoitida operatsiyasiz davolasa bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lmaydi. To'g'ri. Keyingi savolga o'tamiz. Eshitdilaringiz, mana men savollaringizni o'rtoqlar, Kamol hazm tashqari bir narsa aytib o'tmoqchiman. Meni bo'ynimda mas'uliyat bor-da. Bugungi kunda meditsinaning erishgan yutuqlarini hisobga olib aytish mumkin, gemoroy kasalligini hozirgacha dori bilan davolash imkoni yo'q, topilmadi. Respekt. Tushundingizmi? Buni faqat xirurgik usulda davolash mumkin. Boshqa kasallik, treshinadir, svechdir, parapraktik, kriptit boshqa turlarini balki dori bilan harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Gemoroy uchun emas. Siz savol berishingiz mumkin-da, xo'p, davolab bo'lmasa, nega aptekada ular gemoroy dorilar deyishingiz mumkin. Bering savol menga. Berdim. Hisob bering. Yerni kesib tashlamaymiz. Yo'q, ayting. Mana aytishim. Bo'pti, mayli, agar siz aytayotgan siz ko'targan, men sizga ishonaman. Polnotsенно ishonaman. Nu, kuzatuvchilarimiz ishonmasligi mumkin. Sen ekanlang bu yerda aqlli qilyapsan, nega gemoroyni tabletka bilan davolab bo'lmasa, apteka to'la gemoroyga dori. Borib so'rasa, 10-15 xil variantni chiqarib bera oladi. Qo'shimcha yana Instagramda 1000 xil dori. Instagramda aytgancha, Telegram gruppalarida ham bor. Bir kunda gemoroydan xolos bo'lishingiz mumkin degan Telegram gruppada ham dorilar bor. Da. Bunga nima fikr berasiz? Yaxshi, to'g'ri savol berdingiz. Nega gemoroy dori bilan nazardan davolab bo'lmasa, unda apteka to'la dori, gemoroy dorilar yoki Instagram to'la reklamalar deyishingiz mumkin, ha? Juda o'rinli savol. Men qo'shilaman shu savolingizga. Javob juda oddiy. Javob juda oddiy. Bu yerda ikki xil usulda javob berish mumkin, Kamolxon. Birinchi usuli gemoroy hammaga ham aytib bo'lolmaydigan kasallik. Ha, tushundingizmi? Qo'pol qilib aytganda sizni nozik tarafingizda. Gemoroy dorisini reklama qilaveradigan bir kun patsient keldi oldimga. O'zi imini Telegramda chiqib reklama qilgan patsient. Men o'yladim, birinchi dorini menga reklama qilishga keldimikan, firmamikan deb o'ylayapman-da. Doktor, biz dorimizni ham kerak. Yaxshi dori Klassik variant. Vaziyatni qarab tursam, o'zim shikoyatlar aytishni boshlayapti. Hojatga borsam qonash, o'sha tugullar chiqib oldi, og'riqqa chidolmayapman, endi kel. Men aytdim, o'rtoq, o'zingiz dori sotasiz. Millionlagan odamlarga dori sotgandirsiz balki, shu paytgacha reklama qilib. Nahotki o'zingiz sotgan doridan o'zingiz shifo topmasiz, deyapman-da. Qarab turib, doktor, qo'ying shu. Bilasiz-ku deyapti. Boshqa gapira olmadi, hech narsa deya olmadi, tushundingizmi? Deyolmaydi ham-da. Deyolmaydi ham-da. Men aytdimki, xalqning nozik tuyg'ulari bilan o'ynashib, bemorlarning ham nozik tuyg'ulari bilan o'ynashib, bunaqa pul qilish yaramaydi. Bu yaramaydi. Demak, nimani ustidan pul yeyotgan bo'lsang, baribirda dunyo shunaqa qaytarib, bu hammasi o'lchov bilan qilingan narsa. Shunday. O'zingni boshiga tushib turibdi, tushunyapsizmi? No, kansa yechim, mayli, inson operatsiya bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi, cho'tka bo'ldi. Hozir ko'rinmay qoldi reklamalarda, balki Xudo hisob berib, o'z bilgan nima qilib qo'yganligini. O'shanga o'xshab, bu gapimni sal yuqoriga qaytaman. Gemoroy kasalligini hozirgacha uy sharoitida davolash imkoni yo'q. Sevicha mazlar aptekada nega to'lib ketgan? Negaki boya aytgandek, bemorlar bor vrachga ko'rinishdan qo'rqadi, og'riq bor yoki uyaladi. Kimga borib ko'rinmasligi ham mumkin, bilmasligi ham mumkin. Bu uchinchi faktor. O'shaning uchun eng yaxshi aptekaga kiradi, gemoroyga doring bormi? Hamma, ol ishlat, bo'ldi, qo'yur. Go'yoki bir 3 kun, 4 kun, 5 kun o'zlar yaxshi his qilgandek bo'ladi. Shu bilan yuraveradi. Lekin dorilar bor, haqiqatan yevropeyskiy dorilar bor. Hozirgi kunda aptekalarda masalan oldimizga kasal kelib qolsa, biz ham dori svich yozib beramizda. Nima maqsad yoziladi? Maqsadi bor, 3 ta maqsad. Birinchi maqsad gemoroy kasalligi deylik 3-darajada turgan bo'lsa, o'sha 3-darajada ushlab turish maqsadida yoziladi dori. Og'irlashtirib yubormaslik. Ha, 3dan 4ga o'tib ketib qolmaslikni oldini olib turish uchun vaqtinchalik. Lekin 3dan 2ga 2dan 1ga qaytara olmaydi, kuchi yetmaydi.
Bu birinchi ta'siri. Ikkinchisi, gemoroy kasalligining asoratlanib qolishini oldini olish uchun yoziladi. Gemoroy kasalligining asoratlari qon ketish bo'lishi mumkin, tromboz berib qolishi, og'riqlar bo'lib qolishi, anal zudlar bo'ladi. Mana shunaqa asoratlarini oldini olish maqsadida svicha mazla yozib turiladi. Bu ham vaqtinchalik ta'sir. Uchinchi ta'sir, gemoroy kasalligida bemor uchun vaqtinchalik nimadir qilib turish kerak-ku, u hali operatsiya tayyor bo'lmaydigan bo'lsa. Uni balki sharoit yo'qdir, balki imkon yo'qdir, balki hozircha ruhiy moralni tayyor emasdir. O'shanaqa vaziyatda ma'lum bir miqdorda ertaga mana bu lichinalarning ta'sirida ham operatsiya qilish maydonida nisbatan operatsiya yengillik bilan o'tadi. Qilingan lichinalar ma'lum bir miqdorda gemoroy tugilarni ozgina kichiklaytiradi, boshqa qiladi. Operatsiyadan keyingi davrda ham gemoroy tezroq bitishiga, operatsiya bilan tezroq bitishiga yordam beradi. Qo'pol qilib gemoroyni operatsiyaga tayyorlash. Mana shu maqsadda yoziladi. Davolash maqsadi hech qachon. Masalan, men kelgan patsientlarga har doim aytaman. O'rtoqlar, gemoroyni davolab bo'lmaydi. Buni faqat operatsiya qilish davolash mumkin. Operatsiya bo'lishi mumkin, kam invazivniy lazer texnologiya yoki ligatur yoki xaldirar, endi u yog'i ko'p. Yoki traditsion metod bilan gemoroy tuglarni udalt qilish. Kesmasdan ham operatsiya qilish mumkinmi gemoroyda? Ha, kesmasdan operatsiya qilish mumkin. Tiq tekkizmasdan, hech narsa qilmasdan. Hech narsa qilmasdan operatsiya. Qo'lingizdan keladimi? Albatta. Gemoroy tugini hech narsa qilmasdan operatsiya qilish mumkin. Yo'q, tiq tekkizmaslik mazmunda so'radim. Qon atmasdan, qon chiqarmasdan operatsiya qilish mumkin. Shuni nazarda tuting. Albatta. Chunki bizda strah, qonash. Qonni ko'rgandan keyin panika boshlanadi, qo'rquv boshlanadi. Bo'lishi mumkin. Bu ham endi o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor, endi gemoroy holati, ichki tashqi darajalari, hammasi kelib chiqib, osmotrdan keyin, ko'rikdan keyin ma'lum bo'ladi. Siz bilan bo'lish kerak bo'lgan podkast haqida e'lon qilganimda bitta joyiga urg'u berib o'tganman va aynan shu masalani 5 kishi so'ragan. 5 ta odam so'ragan, nega shunaqa? Ertaga bo'ladigan mehmonimiz, podkast bo'ladigan, suhbat bo'ladigan mutaxassis, proktolog, vrachlar ichida eng hurmat, patsientlari tomonidan eng ko'p hurmat qilinadigan vrach, proktolog. Nega? Bir sekret aytib qo'yamiz sizga. Sekret aytib qo'yaman. Marhamat, hammaga eshitsin, nafaqat. Qarang. Siz sekretni aytingmi, hammaga eshitiraman. Hammaga aytdim. Komol bildi, hamma bildi. Yo'q, omma kuzatuvchilar bor. Qarang, endi fikrimga qanchalik qo'shilasiz yo'q, men lekin ishonch bilan aytishim mumkin. Bir kardiolog oldida kasal keldi, yuragida muammolari bor edi. Kardiolog unga yaxshi chiroyli lichina yozib berdi, gap yo'q. Lichinalar qildi, boshqa qildi, yurakdagi nuqsonlar, muammolar ancha kamaydi, bemor ketdi. Bir nevrolog oldida kasal keldi, lichina qildi, boshqa qildi, yaxshi bo'ldi, nevrologdan oldin kasal ketdi. Balki bir xirurg oldida kasal keldi, masalan, appendis deylik. Masalan, men ham o'zim qachondir appendis bo'lganman. Operatsiya qilgan meni kimdir, oldim, yaxshi bo'lib ketdim. Lekin bir proktolog oldida kasal keldi, ko'rdi, tekshirdi. Agar bo'lib ham uni operatsiya qildi, mana shu sanayotgan 4 ta mutaxassislarning ichida yoki 4 ta tibbiyot xodimlarining ichida farqi bor. Bilasizmi? Nima farqi bor bular? Bir-biridan ajratib turish farqi bor. Xo'p. Mana bu tepada sanayotgan kardiolog, nevrolog, xirurg, men endi misol tariqasida aytayapman, men bu hech kimni nima qilish maqsadida emas. Mana shu mutaxassislarning patsientlari balki orada 10 yil o'tgandan keyin ko'chada agar o'sha o'zini operatsiya qilgan, o'zini davolagan vrach ko'rsa tanimasligi mumkin-da, tushundingizmi? Keyin boshqa bo'lishi mumkin, boshqa qilish. Lekin proktologga kelgan kasalni agar bo'lib ham uni operatsiya qilgan bo'lsangiz, sizda 10 yil emas, 15 yil o'tmaydimi? Sizni oldingizdan o'tganda yoki bir ovozni eshitganda siz tanib qoladi, yodlab qoladi shunchalik. Tushunyapsizmi? Rostdan. Kasallar shunaqa xotira bilan eslab qoladi. Hurmat yuzasidanmi yoki sizning proktolog ekanligingizdanmi? Bilmadim, balki men hech kimga ko'rsata olmagan joyini ko'rganim uchundir. Bilmadim, qanaqa sekretni. Tushunyapsizmi? Bu katta sekretda, bu katta sir deydi-ku siz. Men uni chiqib hammaga ayt yoki uni tanishlarga kimgadir sotmaganim uchundir balki. Mumkin sirlarni qilganlar. Balki shuning uchun. Mana shu masala doim yoki yana gap bor. Miya ikkita joyda bo'lar ekanda, ko'mo. Miya o'zi xotira ikki xil joyda. Bu yoqda pastda bo'lar ekanda xotira. Ha. Tushundingizmi? Xotira esda qolib ketadi. Esda qolar ekanda. Eslab qolish xususiyatiga ega. Shunaqa. Bu haqida keyingi podkastda alohida assobiy informatsiyalar bor, buni beramiz. Yana juda bu haqida gapirishimiz kerak, gapirmasak bo'lmaydi. Alohida bu xotiralar aynan insonni birinchi va Boburjon Abdullayevich aytganday ikkinchi miyasi bilan bog'liq bo'lgan juda важный informatsiyalarimiz bor. Buni agar Xudo xolisa qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, albatta keyingi podkastda ko'taramiz. Juda jiddiy mavzu. Bu nafaqat misol uchun menga keladigan patsientlarning orasidagi og'ir mavzu, balki
proktologimizni ham hurmatli proktologimiz va proktologlarimizning juda og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Не только jamiyatda ham o'sha og'riqlik bo'lyapti Jamiyatda. hozir bu. Tushunyapsizmi? Endi hozircha mayli, Ha, kechmaylik, yo'q, bu gap kechmay endi turaylik, kuzatib hop. ketadi, keyingi ko'rsatuvda, keyingi Bafurda podkastda gaplashamiz. xotirani ham. Lekin mana shu hurmat masalasiga keladigan bo'lsak, urologni oldiga keladi, bemalol ko'rsatadi, lekin urolog agar uni ko'nglidan chiqmasa, просто так xayrlashadi, u o'sha urolog haqida yomon fikrda qolib ketadi. Ginekolog oldiga keldi, ayol kishi misol uchun, u erkak kishi urolog oldiga keldi, ushlab ko'rdi, mashonkani ushlab ko'rdi, varikosil bor yo'q, qaysidir odatdagi problemalar bor yo'q ushlab ko'radi. Androloglar ko'riladi endi kasb nuqtai nazaridan. Muammoni aniqlash kerak, besplodiyya bo'lsa uni ko'rish kerak. Lekin ginekolog qo'li bilan ko'rdi, o'sha ayol misol eslab qolmasligi mumkin o'sha ayol. Lekin xuddi siz aytganday aniq proktologda eslab qoladi. Sababi ginekologga ham, urologga ham old tarafdan ochib ko'riladi. Orqangni devordan boshqaga ishonmadiganga mana shuni orqani ochib ko'rgan odam esdan chiqarilmaydi. Shu gapingizni aytmoqchiman-da. Ko'z bilan ko'ra oladigan joyda kimgadir ko'rsatish mumkin-da, tushundingizmi? Uni siz ko'rib bo'lgansiz-da. Uni qanaqaligini bilasiz, hajmini bilasiz, turishini bilasiz. Interes yo'q. Interes emas. Demoqchi bo'lganim o'sha ko'rib turgan organ, masalan, organ deydi. Ko'rib turgan, o'zingiz ko'ra olgan organni kimgadir ko'rsatish bunchalik qiyin emas-da. Lekin o'zingiz ko'ra olmaydigan joyda, hech qachon ko'ra olmaydigan joyda kimgadir ko'rsatish bu juda qiyin masala, tushunyapsizmi? Bu uchun juda davriya kerak-da. Buni ham masalan boyangi gapingizga qo'shimcha aytib ketmoqchiman. Vrachimning sir degan narsa bor. Oddiy. Biz bilamiz. Ha, oddiy masalan o'sha o'qib yurgan paytlarimiz propedevkada o'sha sohalarda aytilardi, vrach va sir saqlash kerak, ya'ni kasalni sirni saqlash kerak. Miyamda shunchalik sirlar ko'p, Kamolxon, tushunyapsizmi? Men qaysi moment o'shalarni farmat qilib turishim kerak. Farmat qilib turish kerak. Chunki ba'zan miyaga ko'p narsa chalg'ib ketib qolsa ham eslolmay qolasiz-da. Ko'p kasallarimiz doktor tanimadim, men umuman deydi, men so'raka tanimay qoldim desam, xafa bo'ladi-da endi. Nega shu 5 kunlab oldingizga yotdim, operatsiya qildingiz, boshqa qilib eslolmaysiz. O'rtoq, to'g'ri, keling, yoting-da, yoting. Men ko'rayda. Men eslashim mumkin, tushunyapsizmi? Men diqqat e'tiborim o'sha yerda bo'lgan bo'lishi mumkin, tushunyapsizmi? O'sha eski xotiradan, o'sha formatdan olib turib solishtiraman, skaner qilyapman-da, otda. Bo'lishi, men buni ko'rganman qachondir. Men sizni ovozda tanimasligim mumkin deyman-da. Lekin orqasida taniyman. Hazil tagida qanchalik shin bor-da. Faqat men uni eshitganman, har qanday proktolog o'zini patsiyentini, bemorini yuzdan tanimasligi mumkin, lekin orqasidan taniydi. Endi shunaqa hazil bor. Bu hazil. Anavi gapim bor. Hazil, qo'pol hazil, lekin hazil bor, hazil. Anavi gapim bor, Kamolxon. Proktologning ko'zi barmoqning uchida deydi-da. Qaysi barmoqda? Mana shu barmoqda. Yo'q. Bu keyin ko'rsatuvlar temasi bo'lsa, hozircha mana hamma karta olib tashlash kerak emas. Demoqchi bo'lganim, proktolog ko'zi barmoq uchida. O'shaning uchun proktologga kelgan любой kasalni обязательно barmoq yordamida ichki tomon tekshirib ko'rishimiz kerak. Tushundingizmi? Mana shu yerda boyagi aytib o'tib ketishimiz kerak, hurmatli hamkasblar, lor hamkasblarimiz yoki boshqa mutaxassislar, bizda quloq trubasi ingichka, biz proktologlardan ko'ra ingichkaroq joyda ko'ramiz-da, shunaqa. Sizlar kamera bilan kirib ko'ra olasizlar. Lekin yopiq joyda qo'l bilan ichkari orqa tarafini ko'rish uchun qo'lni ichida, barmoqning ichida ko'z bo'lishi shart. To'g'ri. Aytib o'tish ketish kerak. Yana bir narsa, masalan, to'g'ri, endi quloqda masalan misol keltiraylik, yoki burun sohasi. Masalan, tor sohada ishlaydi u mutaxassislar ham. Tor sohada ishlaymiz, biz proktologdan ham o'zkiroq joyda ishlaymiz deyshadi. Ishlaysiz, to'g'ri, sizning soha juda tor soha, zona juda kichkina, lekin proktologiyada qilinadigan darajada ko'p ish qilinmaydi-da. Kam ish qilinadi. Kam ish qilinadi-da, tushundingizmi? Sanash mumkin, balki barmog'im yetmas. Proktologda juda ko'p ish qilinadi bu kichkina joyda, juda tor bo'lganligi uchun. Tor bo'lgani bilan juda ko'p ish qilinadi-da. O'shanisi bilan 10 so'mlik tanga bo'lardi bir paytlar. Hozir bor yo'qligini bilmayman, endi kimlardadir yotgandir. Nima qilay desa, ixtiyor 10 so'mlik tangacha joyingda deydi-ku, lekin o'sha 10 so'mlik tanga juda qimmatli tanga-da u. Sizlar mutaxassissiz qaraganda. Endi har bitta kasbda o'ziga yarasha qiyinchiligi, o'ziga yarasha mas'uliyati, o'ziga yarasha javobgarligi va shu kasb orqasidan keladigan qanaqadir tashakkurlari bor. Har qanaqa kasb. Tan berish kerak, proktologiya oddiy soha emas. Chunki patsientlar, ya'ni bemorlar yuzini pardasini yirtib,
mening orqamda kasalim bor deb borish uchun kerak bo'lsa yillar o'tib ketadi. Tan olish kerak bu narsani odamlar bormaydi. Bormaydi. Bo'lib ham agar bu ayol kishida bo'lsa, eri bizning millat juda qiyin masala o'sha rak gemoroydan rakka aylanib bu ayol o'lsa o'ladi, lekin proktologga bormaydi. Bu mentalitet darajadagi narsa bu. Endi Komolxon, masalan, xalqimiz orasida mentalitetimizda shunaqa narsa borki, ko'pchilik odamlarimiz orqada faqat gemoroy bor deb o'ylashadi-da. Bu eng katta xato, tushunyapsizmi? Gemoroy proktologik kasalliklar orasida 40% tashkil qiladi. 40%. 40%. 26 kasallik bor dedim orqada. Shu 40% qancha? 8 ta bo'lyapti. 8 ta bo'ladi. Demak, 12 tadan oshiq yana kasallik bor-da. Boshqa kasallik. Ha, boshqa kasallik bor-da. Ko'pchilik menda gemoroy bor, menda kasal oldimmi keladi. Siz nima bezovta qilyapsiz? Menda gemoroy bor dedi. Qarasho, diagnozni men qo'yaman. Siz jalbani ayting. Gemoroy bu diagnoz bu. Buni siz vrachni olib keldingiz, bu diagnoz qo'ydirishga keldingiz. Menga diagnoz bilan aytmang. Siz o'zingizning shikoyatlaringizni aytasiz, menda gemoroy bor deb. Tushuntirmayman. Menda gemoroy bu shikoyat emas, gemoroy bu kasallik. Uni shikoyatlari bor. Siz shikoyatlarni ayting, men xulosa qilaman, sizga gemoroy bormi yo'qmi, men ko'rib ber, aytib. Mana shunaqa odamlar ko'pchiligi gemoroy bor deb o'ylashadi. 95% odamlarimiz. 1-2% odamlarimiz agar internet titib, YouTube ko'rib, boshqa ko'rib, trishina bor ekan, yana orqada degan tushuncha kelib qolgan. Gemoroy plus trishina ham bo'lar ekan degan. Juda kam foiz odamlarimiz boshqa kasalliklarni o'ylab ko'radi. O'shaning uchun aytmoqchiman o'rtoqlar, har qanaqa orqadagi og'riq, qonash, bezovtalik, qichishish, orqada qanaqa yot jism borligi faqat gemoroy bo'lavermaydi. Endi shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Bitta asobiy va'da qilganman, javob beraman deb shu savolga. Hop, siysam achishyapti va orqamda orqa peshobim achishyapti. Peshob qilsam, peshob vaqtida achishadi va orqam ham achishadi. Endi urologga bordim, siysam achishyapti desam, analizlarimni oldida va o'qimagan urolog proktologga yubordi. Siz nima fikrdasiz? Shuni proktologdan so'rab bering. Kechirib qo'yasiz, hurmatli janob. Sizning urologingiz gрамотный urolog. Realni gрамотный. Aqli yetib, muammo qayerdaligini bilib, to'g'ri mutaxassisga yuborgan. Bu yerda qaysi muammo bo'lishi mumkinki, ham peshob chiqargan paytda orqasi qichiydigan, achishadigan. Nima muammo borki, mana shu narsa klinika beryapti. Mana shu kasallik chiqyapti. Odam siydik chiqarish uchun oddiy misol, siydik chiqarish uchun orqada mushaklar bor, sfinkterlar bor-da. O'sha mushaklar qisiladi, tonus beradi, keyin siydik hayda oladi. Biz trishina davolagan vaqtimiz, operatsiya qilgan vaqtimiz, ba'zi paytda trishinada spazm berib qolsa, mushak sfinkterotomiya qilamiz. Ya'ni sfinkterni yumshatamiz. Yonbosh sfinkterotomiya qilinadi. Mana shu sfinkter yumshagandan keyin bemorda siyish surasi oldingiga siya olmayapman, doktor deydi. Orqamni qisa olmayapman, qo'pol qilib aytgan deydi. Chunki boya aytganim, sfinkter qisilgandan keyin tonus beradi, tonus hisobida siydik aytiladi. Umuman siydik chiqarish prosesida mushaklar tonusi bilan kelib chiqadi. Qatnashadi. To'g'ri bu. Achish, siyganda achish bo'lishi, chirganda demak orqada qanaqa og'riq sezishi, ko'pincha hollarda orqada trishina borligi haqida informatsiya yetkazadi. Ko'p hollarda. Demak, bizda urologimiz gрамотный. Albatta, u bilib jo'natgan, u bilmasdan jo'natmagan. Demak, to'g'ri, unda siyayotganda qanaqadir achish bo'lishi, balki unda siydik yo'l infeksiyasi ham bo'lishi mumkin. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin orqa bilan bog'lanayotgan holat bo'lyaptimi? Demak, u to'g'ri o'yladi. Unda yo trishina bo'lishi mumkin, yo qanaqadir polip, qanaqadir shunga o'xshagan kandiloma, nimadir masalan. Proktologik muammo. Ko'pincha hollarda trishina bo'ladi yoki tromboz berib qolgan bo'ladi. Bu vrach haqiqatan to'g'ri jo'natgan. Siz u vrachga borib, to'g'risi rahmat sizga doktor, siz. Men sizni noto'g'ri o'ylanman. Siz gрамотный ekansiz deb aytib qo'ying. Tabriklashingiz mumkin deydi-ku. Analniy probka degan narsa. Bu kasb nuqtai nazaran mutaxassis sifatida nima deya olasiz shu analniy probkaga? Shu mavzu, bu katta mavzu, Komilxon. Keyin ko'rsatuvda davom ettirsak shuni. Juda ham yaxshi fikr. Chunki biz boya gaplashmoqchi bo'lgan. Chunki unga bog'liq bo'lgan bir qancha holatlar bor. Holatlar va yaxshi. Menimcha ko'rsatuvimiz oxiriga yetib qoldi. Ko'rsatuv so'ngida men bir fikr aytmoqchiman. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bizni tomosha qilib borgan tomoshabinlar. Sizlarga bir mutaxassis sifatida o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. O'zbeklarda maqol bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'yson degan gap bor. Har qanaqa sohani o'zining mutaxassisligi bor. To'g'ri. Masalan, ginekolog qilayotgan ishni xirurg ham qilishi mumkin, lekin uni tonki aspektlarini bilmaydi. Shunday. Tushundingizmi? Men ham terapevt sifatida ishlashim mumkin. O'sha o'qiganmiz terapiyani.
lekin qaysidir kasallik qaysiga bog'lashdi, qaysidir moment tonkilarini bilmayman. To'g'ri. Umumiy tushunchadagi odamman. Xuddi shundoq. Proktolog kasallikni davolaydigan mutaxassislar deyarli hamma, xirurglar, ginekologlar, urologlar. Nimaga? Birinchidan o'zimiz aybimiz proktolog kam, hamma joyda ham yo'q. Ikkinchidan bu muammolarni proktolog davolash kerakligini ko'p pasient bilmaydi. Yani kimga uchrashni bilmaydi. Kimga uchrash kerak? Ayollar bo'lsa ginekologga uchrash kerak deb o'ylaydi, erkaklar bo'lsa ko'p bilgan xirurgga borib uchrash kerak deb. Aslida uni mutaxassisi proktolog. Demoqchi bo'lganim bu gapim. Har qanaqa sohaning o'zining mutaxassisi bor. Bo'lib ham mana hozir to'g'ri chagda bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha 20 dan ortiq kasallikni davolaydigan mutaxassis bu proktolog. Diagnostikasini ham qiladi. Diagnostika qiladi, uning kelib chiqish sabablarini o'rganadi va uni profilaktik chorasini ta'minlab beradi yoki undan qutulish yo'llarini tavsiya qila oladi. U xoh operatsiya bo'lsin, xoh dori-darmon bilan bo'lsin, har holda boshqa mutaxassislar bilmagan, boshqa mutaxassislar o'ylamagan, boshqa mutaxassislar hali anglamagan joylarini, tonki aspektlarini, qaysidir utichkalarini mutaxassis biladi. O'shaning uchun men xalqimizga aytmoqchiman, hurmatli kuzatuvchilar. Mabodo sizlarda proktologik muammolar bo'lib qolsa, deylik treshina, gemoroy yoki belgilarda aytasiz, qonash masalan, og'riq, to'satdan yoki temperatura bir lo'qilloch og'riqlar berib qoldi, qichish, achish, hidlanish masalan, ichaklar tushib qolish, tugullar borligi, mana shunga o'xshagan kasalliklar, sezgilar paydo bo'lib qolsa, mutaxassis proktologga murojaat qilishingiz kerak. Sabab, balki sizda bu kasallikni dorini davolash mumkindir. Xirurg balki uni bilmayotgandir, uni operatsiya qilib yuboradi. Siz agar mutaxassisga borib uchrashsangiz, mutaxassis sizga balki uni operatsiya qilmasdan ham davolash yo'lini tushuntirib berar. Mumkin, variant. Mumkin albatta. Yoki masalan gemoroy. Gemoroyni hamma bilib qolgan qirq olish usuli. Hozirgi kunda o'nlab ortiq usullar chiqib ketdi. Qirqmasdan, kesmasdan, qon chiqarmasdan davolaydigan lazer texnologiyalar, buni hamma tonki aspektlarini faqat mutaxassis biladi. Shuning uchun men umumiy aytmoqchiman, xalqqa aytmoqchiman-da, niyat o'rnida mutaxassisga doim uchrashga, har qanday sohaning o'zining mutaxassisga uchrashi kerak. Mutaxassis o'sha sohada o'qigan, o'sha soha uchun vaqtini, ilmini, umrini, qo'pol bo'lsa ham pulini sarflagan, yaxshi mutaxassis bo'laman deb. O'shaning uchun sohani mutaxassisga borib ko'rsangiz, ertasi siz uchun ham yaxshi bo'ladi, komfort bo'ladi, kasallikdan osonroq qutulasiz, yengilroq, kam xarajat yoki kam muammolarsiz kasallikdan forig' bo'lasiz. Asoratlarsiz, eng muhimi to'g'ri aytasiz, asoratlarsiz. Menimcha suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Shu o'rinda aytaman, suhbat juda zo'r bo'ldi va bu yerda umumiy aspekt topib ketdik va ba'zi bir tonki, hozirgi kundagi aktual bo'layotgan, soyada turgan va hali aysbergning tagi bo'lgan bir muammomiz bor. Bu aysbergning ustki tarafini men bir uchini chiqarib qo'ydim, ya'ni analni probka haqida doktordan so'rab qo'ydim. Bu narsa millat g'amini yeyish o'laroq biz bu narsani ko'tarishimiz kerak bo'lyapti. Sabablari bor. Mana shu analni probka va shunga o'xshash har xil igrushka mayda-chida hamma masalalar bo'yicha bemalol kommentariy qoldiradigan bo'lsalaringiz, biz keyingi podkastimizda albatta bular haqida to'liq informatsiyalar, faktlar, kelib chiqish faktorlari, nima sabablar bo'lishi mumkin, nimalarga urg'u berish kerak, hattoki psixogen omillarni ham sanab berib o'tishga harakat qilamiz va albatta biz keltiradigan ba'zi bir masala ko'taradigan masalalarimiz bor. Bu masalaga xalqimizning o'sha yoshlarning ongi, fikri va ularning tarbiyasiga nima deydi, mas'uliyatni his qiladigan har qanday odam bunga yordam bersa, menimcha manfaatli, hammaga manfaatliroq bo'ladi. Biz keyingi podkastimiz, suhbatimiz juda jiddiy masala va aynan yo'g'on ichakka uchinchi chiqarib qo'yamizmi? Mayli, xo'p. Yiqilib ketadiganlar, yiqilib bu narsa kirgizib qo'yadiganlar masalasini ko'taramiz. Bu jiddiy masala. Yana gapingizni shu joyda ushlab turaman. Bu ko'p podkastlar ko'rib turamiz. Oxirida masalan eng yaxshi savolga bunaqa yutug'imiz bor, eng yaxshi fikrga bunaqa yutug'imiz bor deb biz ham o'zimizcha endi hayolim kelib qoldi. Eng yaxshi savol egasiga yoki eng yaxshi fikr egasiga keling biz ham tekin ana konsultatsiya onlayn. Proktolog o'zingiz konsultatsiya. Xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offlayn muammosiz proktologni konsultatsiya yutib olishingiz mumkin. Xohlasangiz yutib olib o'rtog'ingizga sovg'a qilishingiz mumkin. Bu ham taklif. Yaxshi savol egasiga proktologning konsultatsiyasi. Dabavka meniki ham mayli. O'zingiz ehtiyot qiling. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Rahmat sizga.